O'qish uchun tavsiya qilmoqchi bo'lgan kitobimiz Yangi asr avlodi nashriyoti tomonidan 2010-yilda chop etilgan Alisher Navoiyning Xamsa kitobidir. Alisher Navoiy ijodining yuksak cho'qqisi Xamsa asari 1483-85 yillarda yozilgan. Shoir birinchilardan bo'lib turkiy tilda to'liq xamsa yaratdi va turkiy tilda shunday ko'lamdor asar yozish mumkinligini isbotlab berdi. Ushbu to'plamni Nizomiy Ganjaviyning Panjiganj asariga havas sifatida yozilganligini o'quvchilarga anglatmoq maqsadida xamsaning kirish qismida emas oson bu maydon ichra turmoq, Nizomiy panjasiga panja urmoq deya ta'kid etadi. Xamsa tarkibiga Hayratul Abror, Farhod va Shirin, Layli va Majnun, Sabbai Sayyor, Saddi Iskandariy kabi dostonlar kiradi. Hayratul Abrorda hamd, munojot, nat, hayrat boblaridan keyin shoirning yaratganga, borliqqa, tabiatga, insonga bo'lgan falsafiy, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, ilmiy, ma'rifiy, axloqiy va estetik munosabati aks ettirilgan. Podshoh bilan ulusning insoniylik nuqtai nazaridan ayirmasiz farqsizligini, podshohning hunar, axloq, adl, insof, mantiq, taqvo yo'lida ulusdan o'ta olmaganini anglatish bilan o'zining adolatli shoh haqidagi qarashlarini anglatadi. Farhod va Shirinda qahramonlar sevgi sarguzashtlari orqali insonning tarix va kelajak oldidagi vazifasini belgilaydi. Insoniylik faqat muhabbatda emas, balki o'sha sharafli nomning himoyasi orqali ekanini uqdiradi. Sharq tarixidagi Xusrav va Shirin voqeasini badiiy jihatdan qayta ishlab, Farhod orqali o'zining komil inson haqidagi qarashlarini ifoda qilgan. Layli va Majnun dostonida arab ertaklari orqali ma'lum syujet o'zining tugal shaklini topdi. Unda ishq falsafasi betakror uslubda ifoda qilindi. Keyinroq yaratilajak Fuzuli, Andalib, Sayqali dostonlar uchun ma'naviy zamin bo'ldi. Xamsa tarkibidagi Sabbai Sayyor va Saddi Iskandariyda shohlik bilan bog'liq masalalarni birinchi o'ringa olib chiqdi. Bu dostonlar xamsanavislik an'anasida o'zining ijtimoiy, siyosiy xarakteri va originalligi bilan ajralib turadi. O'qing, biz tavsiya etamiz.